Assalomu alaykum aziz tengdoshlar. Bugun sizga dutor haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'taman. Dutor ikki torli cholg'u hisoblanadi va u tirnab chalinadigan cholg'u. O'rta Osiyoda uning bir necha xil turlari mavjud. Ular bir-biridan ijro usuli va uning tuzilishlari bilan farq qiladi. O'zbekistonda dutor oilalari ikki xil turga bo'linadi. Birinchisi an'anaviy cholg'u ijrochilik yo'nalishi, ikkinchisi xalq cholg'u ijro yo'nalishiga bo'linadi. Qo'limdagi dutor an'anaviy cholg'u ijro yo'nalishiga mansub hisoblanadi va u la va re notalariga sozlanadi va uning asosiy tuzilishlar tarkibi kosa qismi, dasta va quloq va pardalari va kuy xonasidan hisoblanadi. Hozir dutor chalishni boshlagan o'quvchilarga boshlang'ich usullar tushunchasi, pastga balandga, terma zarflar va pastga tepaga pastga va pastga tepaga usullari bilan ushbu usullar bilan o'quvchining o'ng qo'li zarflarga moslashadi, chap qo'li esa pardalarni tanishni boshlaydi. Hozir men sizlarga Sherzod Umarov qalamiga mansub Sharqona raqs fantaziyasini ijro etib beraman.